Hammaga assalomu alaykum. Sunnat Studios kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatulloh. Demak, siz bu videoda o'sha siz bilgan va biz bilgan mashhur o'yin Minecraft o'yinini endi kinofilmi chiqdi va bu kinofilmni sizlar bilan birgalikda video tahlilini birgalikda o'tkazamiz. Shuning uchun qulayroq joylashib oling degan holda men esa kinoga bo'lgan o'z fikrlarimni va o'z baholarimni sizlar bilan bo'lishaman. Tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, Sunnat Studios kanali aprel oyi uchun bir qancha qiziqarli loyihalarni rejalashtirmoqda. Videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng zo'rlari hali oldinda. Ogohlantiramiz, bu videoda spoilerlar mavjud bo'lib, kinofilmni to'liq ko'rib bo'lganingizdan so'ng bu videoni ko'rishni maslahat beraman. Agar hali ham Minecraft kinofilmini o'zbek tilida qayerdan ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizlarga Uzmovie saytidan bepul ko'rishni tavsiya qilaman. Ogohlantiraman, bu hech qanday reklama emas, balki siz aziz tomoshabinlar uchun meni tavsiyam deb hisoblayveringlar. Filmni voqealar rivojini, to'liq syujetini ko'rishni xohlamaganlar yoki vaqti yo'qlar uchun bu video ayni muddao deb o'ylayman. Sababi videoda voqealar rivojini batafsil emas, balki qisqa lo'nda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman bu videoda. Shuning uchun qulayroq joylashib oling. Biz esa Minecraft kino olamiga birgalikda yo'l olamiz. Mening ismim Steve. Men bolaligimda kon shaxtasiga tushishni shunaqangi orzu qilardimki, ammo orzularim orzuligicha qoldi. Qani, tuyog'ingni shiqillatchi tirrancha. Men tuzalib bo'lmas xato qildim. Qani yo'q. Men voyaga yetdim. Film voqealari Steve hayoti bilan boshlanadi. U yoshligidan shaxtada ishlashni va yer ostidan qimmatbaho boyliklar topishni orzu qilardi. Ammo yosh bola bo'lganligi sababli unga kirish taqiqlangan edi. Oradan vaqt o'tib u ulg'ayadi va o'sha bolalikdagi orzusini amalga oshirishga qaror qabul qiladi. U shaxtaga boradi. U yerda noma'lum sfera va kubni topadi. Qiziquvchanligi sababli u sferani kubga joylashtiradi va g'ayrioddiy portal ochiladi. Ya'ni Minecraft portali. Steve bu portal orqali ko'plab qiziqarli voqealarning guvohi bo'ladi. Xuddi o'yindagidek bo'riga u suyak berib, u bilan do'stlashadi. Oradan vaqt o'tib Steve yer osti portalini topadi. Qiziquvchanligi sababli u portalni ham ishga tushiradi va yer osti olamiga sayohat qiladi. U yerda oltinga uch va yovvoyi cho'chqalarni ko'radi. Cho'chqalar kattasi ayol bo'lib, u barcha cho'chqalarni boshqarardi va Steve'dan sfer va kubni tortib olmoqchi bo'ladi. Steve cho'chqalarni chalg'itib, o'zini yaqin do'sti bo'riga sferani ishonib topshiradi. Uni uyga olib ketishni va kalavatini tagiga berkitib qo'yishni tayinlaydi. Bo'ri aytilgan barcha ishlarni qiladi. Bo'ri Steve aytganidek asosiy olamga borib, uni uydagi kalavatni tagiga sfera va kubni berkitib qo'yadi. Kub tasodifan sferadan ajraladi va Minecraft portali yopiladi. Orada ancha vaqt o'tib, Steve yo'qligi sababli uning narsalari kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Gary axlatchi ko'p yillik narsalarga qiziqish bildirib, u yerdan qimmatbaho narsa topib olaman deb o'ylagan holda kimoshdi savdosida $9 taklif qiladi va savdoda g'olib bo'lib, narsalarni sotib oladi. Gary kub va sfera nimaligini tushunmaydi va o'zini do'koniga suvenir sifatida qo'yib qo'yadi. Yosh qahramonimiz Henry ixtirolar qilishga qiziqadi va tasodifan axlatchi Gary do'koniga tashrif buyuradi. U yerda har xil narsalar ko'radi va sfera va kubni ko'rib unga ko'zi tushadi. Ularni birlashtiradi va Minecraft olamini portali ochiladi. Portal ochilgandan keyin kub portalga intiladi. Uni ketidan Gary va Henry tashlandiq shaxtaga borib portalni topishadi. Hurmatli tomoshabinlar, agar videolarim sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, Sunnat Studios YouTube kanaliga obuna bo'ling. Shu tariqa kanalimizning rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. Gary opasi Natali Don bilan uni topib, birgalikda portalga kiradi. Ular portal orqali Minecraft olamiga tushadi va tezda tun kiradi. Ularga kutilmaganda o'rmon orasidan zombi, skelet, o'rgimchaklar hujum qila boshlaydi. Henry aqlliligi sababli tasodifan bu olamda qanday himoyalanish kerakligini bilib qoladi va barchani qutqaradi. Ammo zombilar ko'pligi va Creeper uyini buzib yuborganligi sababli ular yengiladi. Va kutilmaganda Steve kelib qolib ularni qutqaradi. Afsuski Gary kubni asrab qolaman deb bexosdan sindirib qo'yadi va asosiy olamga olib boruvchi portal yopiladi. Steve uni qanday topish kerakligini bilardi va ularni yovuz boltali podborniklar oldiga olib boradi.
Ular Kupni topadi va uyga qaytmoqchi bo'lganda yer ostidan yovuz cho'chqalar qo'shini chiqib Kup va sferani olib qo'yadi. Cho'chqalar Minecraft olamini zulmatda qoldirishni va egallab olishni xohlaydi. Gary, Don, Gendry, Natali qo'rquvga va tushkunlikka tushadi. Ularga Stiv yordam beradi. O'zi yasagan olmosli qilich va har xil qurollar beradi. Ular birgalikda golemlar armiyasini yig'ib, cho'chqalarga qarshi kurashadi. Film so'ngida Stiv o'z olami va haqiqiy hayotga qaytishni tanlaydi va film tugaydi. Filmning syujeti va albatta voqealar rivojini sizlarga to'liq tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Filmga bo'lgan o'z bahoyim va albatta fikrlarimni aytadigan bo'lsam, men filmga o'yin muxlisi sifatida 10 dan 10 ball bergan bo'lardim. Sababi grafika juda ham zo'r ishlangan bo'lib, film o'yin bilan deyarli ba'zi sahnalar juda ham o'xshashligini hisobga olgan holda va albatta syujet, ya'ni voqealar rivoji o'ziga yarasha qiziqarli, janrlar ham juda ham yaxshi, komediya, jangari, sarguzasht janrlarini o'z ichiga olgan holda film 10 dan 10 ballga arziydi. O'yin muxlisi sifatida aytadigan bo'lsam, filmni kino muxlis sifatida baholaydigan bo'lsam, film 10 balli sistemada zo'rg'a 3 ballga arziydi. Sababi men o'zi bu kinofilmdan ko'p narsa kutmayotgan edim va haqiqatdan ham men o'ylagandek bo'lib chiqdi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu kinofilm yosh bolalar uchun yaratilgandek. Kattalarni yetarlicha hissiyot uyg'ota olmaydi va ularni tez zeriktirib qo'yadi. Film 4 ta janrga ega bo'lib, masalan, fantastika, jangari, komediya va albatta sarguzasht janrlarini o'z ichiga olgan bo'lib, filmda har bir janrda bir kamchilik bordek go'yo. Masalan, fantastika janrini olaylik. Men albatta bu filmni piratskiy variantda ko'rganligim sababli film shu darajada grafikasi musor bo'yotibdi, odam ko'rib yig'lagisi ham, kulgisi ham keladi. Sifatli kontentni qadrlaydiganlar uchun albatta bu kinofilmni piratskiy variantda umuman ko'rishni tavsiya qilmayman. Sarguzasht janriga keladigan bo'lsak, sarguzasht yetarlicha ochib berilgan, no baribir qandaydir kamchiliklar bordek go'yo. Xo'p, jangari sahnalarga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytadigan bo'lsam, sahnalar notabiiy, ya'ni jangari sahnalar yetarlicha tabiiydek ko'rsatilmagan. Komediya sahnalariga keladigan bo'lsak, komediya ham yetarlicha ochib berilmagan. To'g'risi, kulgili joyi umuman deyarli yo'q. Balki yosh bolalarni qiziqtirib kuldira olishi mumkin. Men aytganimdek, bu albatta yosh bolalar uchun yaxshi bo'lib, kattalardan juda ham zeriktirib qo'yadi. Va albatta bu kinofilmdan ko'p narsa kutishning hojati yo'q. Filmga men kino muxlis sifatida 10 dan zo'rg'a 3 ball beraman. O'yin muxlisi sifatida 10 dan 10 ball bergan bo'lardim. Minecraft kinofilmi nega chiqqanini bilasizmi? Keling birgalikda taxmin qilamiz. Mening fikrimcha, o'yin ancha yillik tarixga ega va u o'z davrida juda ham mashhur bo'lgan va hozirgi kunda uning muxlislari tobora kamayib bormoqda. Va ijodkorlar yana bu davrni qaytarish maqsadida yangi bir loyiha, yangi bir yo'nalish o'ylab topish kerak edi va bu yo'lni o'ylab topishdi, ya'ni kino ishlash. Va shu tariqa bu o'yinni yana trend darajasiga olib chiqishmoqchi bo'lishmoqda. Ammo kinofilm kutilganidek natija bermayapti. Ko'ramiz bu yog'iga qanday natijalar bo'larkan, o'yin qay darajada ommalasharkan. Hurmatli tomoshabinlar, Minecraft kinofilmi sizlarga qay darajada yoqdi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Mening fikrimcha, Minecraft kinofilmi kino muxlis sifatida menga juda ham yoqmadi va detskiy deb hisoblayman. O'yin muxlisi sifatida esa menga yoqdi deb hisoblayman. Sizlarning fikringiz qanday? Sizlarga bu kinofilm qay darajada yoqdi va yoqmadi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Har kunlik qiziqarli yangiliklar, kelajakdagi loyihalarim, kadr orti jarayonlari va barcha yangiliklarni bilishni va ko'rishni xohlasangiz, Telegramdagi Sunnat Studios kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qiziqarli ma'lumot va yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Kunlik yangiliklar va qiziqarli ma'lumotlar aynan shu kanalda. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Shu tariqa kanal rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Eng zo'rlari hali oldinda.